Kolxozobod yangi turmush kolxozi, ya'niki qara biro deyiladi bu yerda. Va shu yerda bugun soat 1da video olgan edim. Mana bu sizlarga shu videom yoqqan bo'lsa, bittadan like'ni bosib obuna bo'lingizlar. Iltimos sizlarga obuna bo'lish qiyin emas. Shuna bir obuna bo'lib, like'ni bosib o'tib ketingizlarda, parpsa qilib qo'yingizlar, shu bizning video keng tarqalsin. Ketdimi? Assalomu alaykum всем. Стоимость арбуз 1 штук 120 рублей. То есть, yani ki 16 samandan satyapti palekting boshida. Barodora inami ya tarvuz 16 samanay. Adresiga kelayotgan bo'lsak, Kolxozobod yangi turmush kolxozi, yani ki qara biro deyiladi bu yerda. Va shu yerda bugun soat 1da video olgan edim. Mana bu videomiz soat 6 kechqurun 17-may bo'lyapti. Bittadan like'ni bosib, kommentariyani chiroyli yozib, obuna bo'lishni esdan chiqarmangizlar inshaalloh. Buna aynamızın özü şu yerda. Tarvuz necha samandan bo'lyapti ayna? 16dan topshiryapmiz. Assalomu alaykum hammaga. 16 samandan topshiryapmiz. 16dan topshiryapmiz. Men ertalabdan beri urra terib yotibmiz. Qancha odamlar aytayapti, telefonga javob bermayapti deyapti. Mana yerda ishlab tarvuz terib yotibmiz. Bir xilga javob beryapmiz, bir xilga javob bermagan hammaga uzr. Endi qo'l zaynat bo'lgandan keyin shunday bo'lyapti. Shu yoqni bir ko'rsataylik. Mana bu yoqda mashinalarni bir ko'rsating. Mashinalarni bir ko'rsataylik. Mana bolalar ishlayapti hammasi. Bolalar bilan ishlayapti. Shuncha ko'p. Mana yani ki ko'pchilikdan tarvuz terilyapti, odamlarga javob berishga spet qilmayapti telefonda. Mana shu tarvuz terilyapti, ko'ryapsizlar. Mana bu yoqda mashinalar bor. Mana bu yoqdalarimiz. Endi tarvuzni sizlarga ko'rsatib ketamiz. Mana shu palekda hozir mana shu tarvuzlar 16 somondan berilyapti. Jiring. Yana birisi bilan suhbat qilaylik. Endi bu qachon egilgan deysiz, yana bir aytib o'tsangiz. 25 fevralda bu yoq yigilgan edi. Bu yerlar 5 martda yigilgan mana shu yerlar. Ha, bu yerlar 5 martda. Ha, 5 martda yigilgan. Shu 5 martda ekkan tarvuzlaringiz ham yetishdimi? Ha, mana yetishdi, ha mana. Ertan indin tersa bo'ladi. Jiring qushaq o'tib qo'ysam. Buna ko'ryapsizlar, hozirgi egilgan shu egasi shu yerda, telefoningizda, lekin laji bo'lsa javob berib turing, ketib jiramiz. Mana telefonga javob bermaydi deydi ko'plar. Bu deydi, shundan ham shu tarvuz bormi ekan yoki yo'qmi ekan degan savol. Bor. O'zlar mana hozir endi sal bo'shadik ishdan mana. Ha, suv haydayapsiz, yaxshi. Mana suv ketyapti tarvuzda. Mana bu yer qovunmang. Ha, bu yerda qovun ham bor, jigali bir joy ekib edik. Hop, bismillah, shuni o'tib olaylik. Buna bu yerlar tarvuzlar terildi deng. Yerlar terilgan yo'q hali. Terilgan yo'q. Yerlar shu 5 martda kechirib yigilgan. Shaq yana bir tomosha qilaylik. Mana ko'ryapsizlar, suv ham haydalib turibdi. Mana egasi ham shu yerda. Bemalol telefon nomeriga telefon qilingizlar. Shu adresga to'g'ri Qarabiroga kelasiz. Nabijon Nurmatovning nomidan keldim deb telefon qiling va aynan yana o'tib sizlarga beradi inshaalloh. Mana shu tarvuzlar yaxshi, paleklari. Ana katta ekan paleklar. Bu yerlar sal kechikkanmi deb. Ha, bu yerdan 5 martda egilgan. Ha, 5 martda egilgan. Ikki bo'lib ekdik, pasini 25 fevralda ekdik. Hay bo'ladi, yaxshi. Mana izi yana yetishib kelyapti bu yog'i. Yana bugun nechta soat berdingiz to'g'risi? Bugun 3000 ta terdik. 3000 ta terilgan. 3000 ta terdik, ha. 3000 dona topshirdik. Bu yerlar siyrak ekan, endi mayda ekan, yetishyapti. Shu pasi zo'r bo'libdi qandaydir, keyin naqam yaxshi ekan. Ha. Shu o'rta sali qanday sus ekan. Mana bu yoqlar yana yaxshi. Bu yoqlar yana yaxshi ekan. Bular yaxshi mana. Bu yoqlarni ham video qilib mana. Siz shu yoqda bir video qilaylik. Jiring. 3 gektar yer mana bu yerda. 3 gektar yer. Pishgan toshni ham bular? Ha, pishgan. Ha, bu yoqning palagi yaxshi ekan. Ha, bu yog'i yaxshi yana. Yoqning palag shu nimadan farq qiladi? Yerdan farq qiladimi? Urug'dan farq qiladimi? Bu yoq boshqa urug'. Bu yoq boshqa. Bu yoq boshqa urug' edi. Ha, bu yoq katta. Bu yoq palagi yana yaxshi mana. Bu yoq palagi ham keyin tarvuzi ham katta ekan bu yoq. Yaxshi ekan bu yoq. Ha, bu yoq endi chiqadi, yana bir 5 kun, 6 kunda tayyorlar nasib bo'lsa. Pasti urra terib yotiring. Ha, urra past terilyapti. Hay, nima deb qolamiz? Yana ko'rishguncha videoni obязательно aynaning qo'lnamiz O'ktam. O'ktam buni biratning o'zi shu yerda telefonga harakat qiling, javob berishga inshaalloh. Ishda bu xalq matbuot tushunmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.